har doim meni qiynaydi aka. Nimalarda mebel shikli berishadi-yu mana qirrali qilib. Mana shu qirrali xavfli emasmi bolalarga? Men o'zim jiyanlarimdan cho'chiyman-da rosa. Baribir boshqalarga xavfli, baribir yiqilib tushishi bu boshqasi bilan o'ynaydi. Mana shu payt agar qirraga mabodo urib oladigan bo'lsa ham xavfli. Zarar yetkazishi aniq. Muammoni aytdi. Qirrali xavfli dedi, bolalar uchun dedi, oyog'im urib olamiz dedi. Yechimi nima deysiz aka? Mana o'shani aynan mos bolalar uchun mos yechim. Yog'ochdan qilingan bo'lsa ham yog'och shiti, arka qilingan, avvalda qilingan. Mebel shiti ham avvalda qilingan motori. Boydagi qirrasini uning ham mato ekan-da, urmasa. Mana yog'ochning o'zini ham qirrasi yo'q. Yog'ochning o'zini ham qirrasi yo'q, avvalda qilingan. Nima uchun? Shu urganda ham yomon tegmasligi uchun. Xavfli deb bolalar bor, bosh qirraga bitta tursangiz ichlarim yonib ketadi deydi. Mana buni undan ham zo'r ekan aka. Oyog'im uraman deb o'tibdingiz, har gal qirrasi. Qirrani o'zi yo'q. Qirrani o'zi yo'q, mato. Machalkasi qalinligi uchun ichkarisida baribir yog'och bormi asnovasida, lekin o'sha mato machalka qalinligi uchun bilinmaydi. Ichkarida qolib ketgan. Oyoq urasiz, boshqa narsa urgan taqdiringiz ham ziyon yetmaydi odamga. Har 10 tadan nechtadir odam o'zi boshini qirrasini uradi deb bolalar, to'g'rimi? Albatta, bu ko'kartiradi, xavfli ham o'zi. Xavfsiz yashash uchun, xavfsiz bo'lish uchun. Ko'zga ajoyib ko'rinyapti, atak. Mana shu funksiyasi uchun shunaqasini olgan bo'lardim mana, mora.